O'ylab qarasam, qayta tayyorlaydigan oilamiz sevimli bulochkalaridan biri bu Cinnabon bulochkalari ekan. Shuning uchun hozir ushbu xushbo'y hidli, juda ham mazali, ikkinchi kuni ham qotib qolmaydigan yumshoq momiqqina bulochkalar retseptini sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Demak, xamir uchun birinchi bo'lib elakdan oliy navli unni ozginasini o'tkazib olamiz. Doimgidek emas, sifatli turon unidan foydalanaman. Ketidan 300 ml iliq sut, erigan 80 g sariyog', 2 dona tuxum, 4 osh qoshiq shakar, yarim choy qoshiq tuz bilan 2 choy qoshiq quruq dro'shani solib xamirni aralashtiramiz. Ushbu xamir uchun menda umumiy 620 g un sarflandi. Yodingizda bo'lsin, oshirma xamir tayyorlayotganingizda unni birdaniga hammasini sovurmasdan oz-ozdan qo'shib qorishinglar kerak. Tayyor xamir mana shunaqa yumshoq, qo'lga sal yopishadiganroq bo'ladi. Qora bo'lingan xamir ustini yopib, kamida 1 soatga issiq joyda oshib chiqquncha qoldiramiz. Yaxshi oshib ko'tarilib chiqqan xamirni endi ulangan stolda 48 ga 40 cm to'rt burchak ko'rinishda yoyib olishimiz kerak bo'ladi. Xamir ustiga yumshoq xona haroratidagi erigan 100 g sariyog' surib, ketidan 150 g shakar bilan 20 g koritsa, ya'ni dolchinni aralashmasini bir tekis sepib chiqamiz. Endi buni rulet ko'rinishida o'rab olamiz. Ushbu ruletdan men 12 dona 4 cm bo'laklarni kesib oldim. Bulochkani pishiriq qog'oz solingan listga taxlab, ustini yopgan holda 15 daqiqa oshirgani qoldiramiz. Cinnabonni oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada usti qizarguncha taxminan 30 daqiqa pishiriladi. Pishib chiqqan bulochkalar eligunicha bulochkalarimizning mazasini yanada zo'r ochib beradigan krem tayyorlaymiz. Buning uchun bizga krem chiz bilan shakar upasi kerak bo'ladi. Men juda ham mazali va sifatli Kallex brendining krem chizdan ishlatdim. 180 g Kallex krem chiziga 3 osh qoshiq shakar upasini aralashtiramiz. Shu bilan krem tayyor. Kremni eligan bulochkalarning ustiga surib chiqamiz. Bu Cinnabonlar shunaqangi xushbo'y, mazali, yumshoqqina bo'lganidan iliq paytini o'zidayoq tugab qoladi. Shuning uchun siz ham uni albatta tayyorlab ko'rib, yaqinlaringizni xursand qiling.